Avvalambor assalomu alaykum. Jigarlar, bu videoni mahallalar gruppasiga, qarindoshlar gruppasiga tarqatib qo'yinglar. Hurmatli ota-onalar, aka-ukalar va opa-singillar, sizlardan bitta iltimos. Mana shu o'qishga yuborayotgan qizlaringda, singillaringda bir nazorat qilinglar, telefonni bir tekshiringlar. Ba'zi qizlar o'qishga boraman deb mana shu TikTok platformasiga kirib, Bigolike platformasiga kirib, juda ham bir nima deydi, sharmanda qiliqlar qilib, sharmanda videolar joylab, sizlarni or nomuslaringni, g'ururlaringni, cheslaringni oyoq osti qiladigan darajada, sizlarni sharmanda qiladigan darajada harakat qilayotgan bo'lishi mumkin. Ehtiyot bo'linglar. Har doim tekshirib turinglar. Qayerga boryapti, nima qilyapti, nima narsa bilan shug'ullanyapti. Chunki bilasizlar, o'sib kelayotgan yosh avlod, yosh qizlar kim nima desa ko'pi ishonib ketaveradi. Masalan, ko'pi student bo'lib qiynalib yurgan paytida mana bu platformaga kirib, mana shunaqa video joylasang yoki efirlarda mana shunaqa qilib o'tirsang, yaxshi daromad qilasan, yaxshi pul qilasan, ota-onangga, akalaringga, opalaringga zararing tegmaydi deb kimdir nima deydi, o'sha insonni aldashi mumkin, boshini aylantirishi mumkin. O'zi bilib bilmayin shunaqa bir platformalarga kirib, videolari, rasmlari tarqab ketib, ertaga bir kun pushaymon bo'lishlaringning foydasi yo'q. O'shaning uchun bu videoni qilyapman. Sizlardan iltimos, tekshirib, privatga qilib turinglar. Bu sizlar uchun kerak. Biror kishi bunaqa videoni ko'rsa, xursand bo'lishi mumkin. Mana palonchani qizini qaragin, yo undoq deb. Lekin erta bir kun afsus qolishlari mumkin. O'shandan ehtiyot bo'linglar. Maksimal darajada kimni qarindosh gruppasi bormi, yo bir mahalla gruppasi bormi, shundoq tarqatinglar, ko'rsin, ogoh bo'lsin. Jigarlar, jonlaring sog' bo'lsin, addu hurmatdasizlar.